Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Do'stlar, bugun sizlar bilan veb dasturlash o'zi nimaligini soddaroq qilib, kichkinaroq qilib tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, o'zi veb dasturlash nima, o'zi u nimalardan tashkil topadi? Buni sizlar bilan soddaroq tushunib olishimiz kerak. Xo'p, veb dasturlash ikki qismga bo'linadi. Birinchi qismi front-end bo'ladi, ikkinchi qismi back-end bo'ladi. Mana hozir men yozaman bu yoqqa front-end versus back-end analogy deb yozamanda search qilaman, ya'ni qidiraman. Keyin image o'tamiz, qani nimalar chiqib kelar ekan. Xo'p, bu yoqda nimalar chiqib kelyapti bizda. Yaxshi narsa chiqmadi. Kelinglar, men o'zim buni soddaroq tushuntirib beraman. Mexanический soat hamma biladi, to'g'rimi? O'sha mechanical watch deb qidiraman. Xo'p, deylik, mana shu soatni ochdim men. Xo'p, soat ko'rinib turibdi, to'g'rimi? Sizlar ko'rib turgan qisminglar, ya'ni soatni ko'rsatyapti, mana bu strelkalar, mana bu battonlar sizlarga ko'rinib turibdi. Mana bu soatni raqamlari ham ko'rinib turibdi rim raqamda. Bu qism front-end qismi, ya'ni user degani foydalanuvchi. Foydalanuvchi ko'rib turadigan qismi hisoblanadi. Masalan, bunda veb-saytda nimalar bo'lishi mumkin? Veb-sayt qismida. Masalan, Airbnb saytini ochib olamiz. Mana ko'rib turibsizlar, masalan, rasm bor bu yoqda. Mana bu battonchalar bor. Search qilish bor. Короче, ko'p narsa bor. Ko'rib turgan hamma narsalar bu front-end hisoblanadi. Ya'ni UI. UI degani user interface. Bu sizlarga ko'rinib turgan qismi. Backend qismi qanaqa? Men soat misolida oladigan bo'lsa, buni orqasidagi mexanizmi, soat qanaqa ishlashi, masalan, butunlik qo'yish imkoniyati bo'lsa, butunlik qo'yasizlar, masalan, ma'lumotlarni saqlash. Mana shunaqa qismi backend hisoblanadi. Ya'ni bu orqa qism. Orqa qism bilan masalan, foydalanuvchini unaqa ishi bo'lmaydi. Ya'ni tegmaydi. Masalan, siz mana shu soat sotib oldingiz, siz nima qilishingiz mumkin? Men bu knopkasini burab soatingizni to'g'rilashingiz mumkin vaqtini yoki boshqa funksiyalari bo'lsa bajarishingiz mumkin tashqi tarafdan, ya'ni front tarafdan. Lekin siz ochib mexanizmini o'zgartirmaysiz-ku. Bu backend qismi hisoblanadi. Shuning uchun sizga ko'rinmaydi. O'z nomi bilan backend, ya'ni orqa qismi hisoblanadi. Xo'p, orqa qismda o'sha mexanizmi, o'sha databazalar bilan ishlash, logikasi, hamma narsasi shu orqa qismda turadi. Xo'p, mana bu saytda faqat front qismini ko'rdik, orqa qismini ko'rolmaymiz. Orqa qismi bizga muhim emas. Nimaga deganda, chunki u ma'lumotlarni saqlaydi, mana rasmlarni saqlab qo'ygan. Deylik, men bu akkaunt ochsam, bu akkauntdan ma'lumotlarni front-enddan back-endga yuboraman. Back-endda u saqlab qo'yadi databazaga. Ularni ham hali xudo xolasa kelajakda back-endda ham o'rganamiz. Hozir biz front-enddan boshlaymiz. Shu qisqacha qilib aytganda, front-end bilan back-endni farqi shunda. Ana endi front-end o'zi nimalardan tashkil topadi deb yozamiz. Front-end deymiz. Front-end yozamiz, image bosamiz. Xo'p, mana buni ochdik. Mana shu rasmni ochaylik. Yaxshi blog ekan. Mana ko'rib turganingizda front qismi, ya'ni UI, ya'ni bular nimadan tashkil topadi? Bu HTML, CSS, JavaScriptdan tashkil topadi. Backendimiz har xil bo'lishi mumkin. Backendimiz Javada yozilgan bo'lishi mumkin, Pythonda yozilgan bo'lishi mumkin yoki Python yoki Python ikkalasi ham bitta narsa. C++ da yozilgan bo'lishi mumkin yoki PHP da va hokazo. Backendda qisqasi languagelar, toollar, ya'ni har xil anaqa yo'llari bor-da. Tool degani o'sha qurol aslaha deymizmi, nima? Shunaqa narsalari mavjud. Lekin front-end qismini har doim HTML, CSS, JavaScript bo'ladi. Bu fundament deb hisoblasak ham bo'ladi. Bu HTML, CSS, JavaScriptsiz front-endda nima deydi, yasab bo'lmaydi. Yasasa bo'ladi, qanaqa? CSS bo'lmasligi mumkin, yasolaymiz. JavaScriptsiz HTML yoki CSS bilan yasolaymiz, lekin shu uchalasi bo'lishi shart. Yaxshi veb-sayt, ishlaydigan veb-sayt bo'lishi uchun uchalasi bo'lishi shart.
aytmoqchi bo'lganim, masalan, HTML o'rniga alternativ variant yo'q, ya'ni o'rnini bosadigan variant yo'q yoki CSS o'rniga o'rnini bosadigan variant bo'lmaydi yoki JavaScript o'rniga siz Python ishlata olmaysiz, masalan. JavaScript'ni o'zini o'rni bor. Shu uchalasi ustun hisoblanadi front-endga. Xo'p, bular o'zi nima deydigan bo'lsak, nima qilamiz? Hozir men bitta link ochaman bu yerdan. Xo'p, mana bu veb-sayt. Buni ham ochsak, bu juda zo'r tushuntirilgan bu yerda. Qani rasm. Mana shu rasmni ochamiz. Accept qo'yaylik. Tak. Xo'p, qarang. Bu rasm nima deyapti o'zi bu rasmda? Ya'ni front-endimiz HTML, CSS, JavaScriptdan tashkil topgan ekan. HTML this skeleton, CSS the skin, JavaScript is the brain deyapti. Ya'ni front-end qismimizni o'zi 3 ga bo'lyapmiz. Ya'ni odam deb tasavvur qilsangiz front-endda, ya'ni suyaklari, skeletlari bu HTML ekan. Ya'ni keyingi qismi mana bu terisi, boshqa balobatlar narsalar tashqi ko'rinishi, ya'ni dizayni CSS da qilinar ekan. Bunga miya beradigan, ya'ni miyasi, nerv tolalari bu JavaScript, ya'ni aql beriladi-da, ya'ni funksiya beriladi. Masalan, siz JavaScript bo'lmasa, mana bu buttonni yasagan bo'lsangiz ham buni bossangiz hech narsa bo'lmaydi. JavaScript orqali qanaqadir actionlar, vazifalar bajarishingiz mumkin bo'ladi. Qanaqadir funksiyalarni bajarish mumkin. CSS siz dizayn bunaqa holatda bo'ladi. HTML bo'lmasa, o'sha tamom. Hech narsa yo'q deganda. Shunaqa, sodda qilib aytganda shunaqa. Xo'p, keyingi darsimizda xudo xolasa sekin kod yozishni boshlaymiz.